Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun sizlar bilan trenddagi oq va qora chakchak tayyorlashni o'rganamiz. Masalliqlarni hammasini opisiyanida yozib qoldiraman. Ketma-ketlik bilan ikki xil xamir qorib olamiz. Ya'ni birinchisi kakaoli va ikkinchisi oq oshirma xamir bo'ladi. Xamirlarimizni ketma-ketlikda alohida qilib tayyorlab olamiz. Shu orada aytib ketmoqchiman, bu blogga yangi ochdim, menga obuna bo'lib qo'ying. Bundan oldinda yana ham yangi retseptlar sizlarni kutmoqda. Xamirimizni yumshoq holatda qorib olamiz. Juda ham qattiq bo'lishi kerak emas, chunki xamirlarimiz yarim soat xolodilnikda qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin, yumshoqina xamir qorilgan. Chunki ichida margarin borligini hisobiga bu yana ham qotish ehtimoli bor. Oramizda shunaqa chakchak tayyorlab ko'rganlar bormi yoki hali ulgurmadinglarmi? Ulgurmagan bo'lsanglar, keyingi xamirni tayyorlashni o'rganib turinglar. Keyingi xamirimizning farqi, kakaoli xamirimizga shakar solamiz, oddiy xamirimizga bo'lsa shakar solmaymiz. Chunki kakaoli xamirimizdagi shakar miqdori yetarli bo'ladi. Ko'rganinglardek, ikkinchi xamirimiz ham yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lib tayyorlandi. Ikkalasini xolodilnikka jo'natib, yarim soatdan keyin olib, 6 bo'lakka oqini 3 bo'lakka qora xamirni bo'lib olamiz va hammasini dumaloq shaklga keltirib, yana 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Va 2 dona oq xamir va bitta qora xamirni olib, 4 burchak shaklda yoyib olamiz va oq, qora, oq qilib ustma-ust qo'yib, juva bilan ozgincha bosib juvalab olamiz. Ko'rib turganinglardek kvadrat shaklga keltirib olamiz va tugishni ko'rishingiz mumkin. Ikkita chetini yopishtiramiz, ikkitala tomondan. Osongina tugiladi va shu orada yog'ni qizdirib qo'ysanglar, past olovda qizib ketmasin. Past olovda qizdirsanglar, solib pishirib olsanglar, shunaqa qizargan holati shunaqa mazali chiqadi. Tayyorlab ko'ringlar va opisiyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Rezultatini storyamda ko'rsanglar bo'ladi. Yaqinlarga ulashishni unutmang.